Sevgili yuqoridan Navro'z ko'chadan 1-2,5 soatlik kottejimizni bitta avtomobil ko'rsatamiz. Mana shu kottejimiz hovliga kirganimizda bitta mashina qo'yishga joy qoldirilgan, bemalol. Ishlangan abzorlarni qo'yamiz. Qo'lidan uyga kirib kelganimizda o'ng qo'limizda oshxona. Kotelning sistemalarimiz hammasi ishlaydi, tayyor. Bu yoqdan podvalga tushib ketiladi. Bu yoqda spalni, birinchi etas spalnisi. Chap qo'limizda zal. Birinchi etas zali. Birinchi etas sanuzel. Ikkinchi etajga abzorni qilib beramiz. Ikkinchi etajga chiqqanimizda bu yoqda bitta spalnimiz bor, chap qo'limizda. To'g'rida bu detskiy xonamiz. Bu yoqda ota-onalar uchun spalnisi. O'zim sanuzellari bilan alohida kladovka. Bu yoqda sanuzel. Bu yoqda ikkinchi etaj общий sanuzel. Murojaat uchun aloqa uchun nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.